Ushbu videoni sizga o'xshab fast food, energetiklar, gazli ichimliklar va shirinliklarni ko'p iste'mol qiladigan yoshlar oxirigacha ko'rishni xohlardim. Yaqinda internet tarmoqlarida shunaqa video tarqab ketdi. Olimlar ikkita kalamush oladi. Bittasiga to'g'ri ovqatlantiriladi, ikkinchisiga esa siz kabi ovqat beriladi. Birinchi tipdagi kalamush to'siq qo'yilgan suvli idishga sovurilganda, u tez to'siqlarni o'tib, manzilga tez yetib keladi. Ikkinchi kalamushga bir necha kunlar davomida o'rgatilishiga qaramasdan, u suvga tushirilganda to'siqlardan o'tishi qiyinlashadi va muammoni yechimini hal qila olmaydi. Olimlar o'zi yordam berib suvdan chiqarib oladi. Va unidagi shu alomatlarini ko'rib, olim aytadiki, bu insonda uchraydigan Alzheimer kasalligi belgilariga o'xshabadi. Eslatib o'taman, bu qarlarda uchraydigan aql zaiflik kasalligi. Demak, u insondagi o'sha miyani qandli diabet kasali ekan degan xulosa keladi. Ushbu videoni ko'rib yoshlar bugundan e'tiboran to'g'ri ovqatlanishga o'tmas ekan, kelajakda to'g'ri ovqatlanib katta bo'lgan o'rtoqlariga, do'stlariga qul va cho'ri bo'lib xizmat qiladi. Chunki ularda qarorlarni qabul qilish past bo'ladi, xotira past bo'ladi, qolaversa kelajakda vaqtidan oldin qarib, farzandlariga ham yuk bo'ladi. Agar ushbu video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, barcha yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Video ostiga like bosing, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.